بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ey payg'ambar, ayting: Men vasvasa qiluvchining yomonligini qaytarishga yolg'iz o'zi qodir bo'lgan zot, odamlarning parvardigoridan. Malikin nas, odamlarning podshohi, barcha ishlarida tasarruf qiluvchi, ulardan behojat bo'lgan zotdan. ilahin nas, odamlarning undan o'zga haq ma'bud yo'q bo'lgan yagona ilohidan. min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. G'aflat paytida vasvasa qiladigan va Alloh zikr etilganda qochib berkinadigan, odamlarning ko'ngliga yomonlik va shak shubhalar sochadigan insu jindan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan panoh tilayman va himoya so'rayman.